Assalomu alaykum. Penabloydan uy qilaman, imorat qilaman deganlar uchun Penabloyda tumba va latogini qanday va qayerda ishlatilishini sizlarga ko'rsatib berib ketaman. Hozir bu tumbamiz uyning burchaklariga buning ichiga 2 qator yoki 3 qator armatura tashlanib, tumba qo'yilaveradi. Bunimiz razmeri, ichki razmeri 19,5 ga 20,5. Bu latogimiz keladigan bo'lsak, latogimiz xo'p 20 ga, bu balandligi 15 sm. Buning ichiga ham sharoitga qarab 2 qator yoki 3 qator qilib sesma qo'yilaveradi. Bu latogimiz xohlasak buni permichkaga tersak ham bo'ladi. Permichkaga tagidan taxta yoki shunga o'xshagan tirg'ach narsa qo'yib, ichiga armatura tashlanadi va beton qo'yiladi ichiga va 2-3 kun yoki bir haftada tagidagi narsa olib tashlansa, bu o'zini o'zi ko'tarib qoladi va ustidagi g'ishtlarni ham Penabloyda ham permichka ushlab qolaveradi. Bunga ishonishlaringiz mumkin. O'zimiz tajribamizdan o'tgan narsalar. Xudo xolasa zakaz qilishlaringiz mumkin. Qashqadaryo, Chiroqchi, Shahsabz, Yakkabog'ga yetkazib beramiz hozirda.